Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi podkastimiz mavzusi mantiq tafakkurida argumentlash va dalillash. Argumentlash yoki dalillash bu biror bir fikrning to'g'riligini asoslashdir. Bu kuzatish, tajriba va bilim asosida amalga oshiriladi. Dalillashning ikki turi mavjud. Bu bevosita va vositali. Bevosita dalillar bu kuzatish va tajribalar orqali amalga oshiriladi. Vositali dalillash esa bu boshqa chin fikrlar orqali kuzatiladi. Dalillashning muhimligi isbotlashdir. Isbotlashni chinligini bilish dalillash yordamida amalga oshiriladi. Isbotlash 3 qismdan tezis, argumentlash va demonstratsiyadan iborat. Tezis bu isbotlanishi kerak bo'lgan fikr. Argument esa ushbu fikrni isbotlovchi dalillardir. Demonstratsiya esa tezis va argumentlar o'rtasida mantiqiy bog'liqlikni amalga oshiradi va xulosa qanday chiqarishni ko'rsatadi. Isbotlashning ikki turi mavjud: bevosita va bilvosita isbotlash. Bilvosita isbotlashda bu tezisga zid bo'lgan fikrlar noto'g'riligi ko'rsatiladi. Endi raddiya haqida gaplashamiz. Raddiya bu bir xulosani rad etishga qaratilgan mantiqiy amal. Raddiyaning 3 turi mavjud: tezisni rad etish, argumentlarni isbotlashni rad etish. Masalan, faktlar yordamida fikrni noto'g'riligini isbotlash bu tezisga zid hisoblanadi. Mantiqiy isbotlashda ayrim qoidalarga amal qilish zarur. Tezis aniq bo'lishi, argument esa chin va yetarli bo'lishi kerak. Holda muammolar yuzaga keladi. Argumentlarni almashtirish, tezislarni noto'g'ri kiritish. Mantiq ilmida muammo va gipoteza ham muhim o'rin egallaydi. Muammo bu yechimini topmagan savoldir. Gipoteza esa hodisalarni tushuntirish uchun ilgari surilgan taxmindir. Keyinchalik isbotlash yoki rad etilishi mumkin. Demak, argumentlar va vositalar va tezislar mantiqning asosiy qismi hisoblanadi. Ular bizga fikrni to'g'ri asoslash va xatolarni to'g'ri topishni o'rgatadi. Uchun rahmat. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha.